Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Humoyun. Uh, Men o'zi asli Namangandanman. Uh, Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida Chikagoda o'qiyman. Uh, Magistr digrisida. Hozir o'zbekchada qilamizmi yo inglizcha aralashma? Qanaqa? English aralashmanimcha qulay. Solely Aha, English bo'lsa, I guess there'll be some problems. aha, It's easier to reach like all the audience, like if you mix, I guess. aha. Ho'p, Ali aytgandek, Do'mmetda o'qib, IELTS olib, undan keyin qattiq SATga tayyorlanganman va Do'mbetda ingliz tili o'qiganim juda ham qo'l kelgan. Chunki o'sha paytda ayniqsa Ali aytganda juda ham qiyin bo'lgan. Chunki bizda resurslar kam bo'lgan, o'qituvchilar bo'lmagan, SATga tayyorlaydigan, o'zimiz tayyorlanishga to'g'ri kelgan. Shunga Do'mbetda o'qiganim juda ham yordam bergan. Menimcha IELTSga sal over prepare qilib borgan bo'lsak kerak. Uh, Shunaqa hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyman, Chikago shahrida. Undan oldin software engineer bo'lib ishlaganman. U ham Chikagoda 1 yilcha ishladim. Hozir endi magistraturani bitirib, yana bu safar kattaroq kompaniyaga ishga harakatdaman. Zo'r.